Ko'pchilik bizdan pol sapok so'rashdi. Aynan shu mehmonlarimiz uchun pol sapoklarni har xillardan olib kelib qo'yganmiz. Qarang, xohlasangiz koja va zamsh kombinatsiya qilinganlari mavjud. Qarang, endi detalli ko'rsatib o'tamiz. Kojalari sifatli kojadan ishlangan, ichlari mexlik bo'ladi. Ya'niki sovuq kunlarda, qishda, sovuq kunlarda oyog'ingizni issiqqina ushlaydi. Ichlari mexdan, aytib o'tganimizdek, mana bu yon qismida zamoklari mavjud. Taglarga e'tibor beramiz. Qishda sirpanib ketmasligingiz uchun, ya'niki qorda mana shunday qilib ishlangan. Ushbu pol sopoklarimizni temno-siniy, qora hamda to'q jigar ranglisi bor va xuddi shularni shu ranglardan zamsh bilan koja kombinatsiya qilinganlari ham mavjud. 39 dan 44 razmergacha bor. Agar narxi qiziq bo'lsa, har doimgidek izohlarda narx so'zini yozib qoldirsangiz, biz sizga narxini shunday jo'natamiz.